Bu 20 kishilik kampligimiz Buxoro viloyati Peshko'l tumaniga tayyorlandi. Xon taxtasining razmeri 5,5 ga 1,20. 4 ta simali oyoqlari bor. Stullarimiz oldi ko'rinishlari qoplama posonda ishlangan. Materiallari bir-biriga kombinatsiya qilingan. 100% yong'oq yog'och o'zida ishlangan. Oldi ko'rinishlari 3D posonda. Asosan bu komplektimiz 8-8,5 metrli uylarga mo'ljallangan. 16 million so'mga tayyorlab berdik. 16 million so'mga arziydim, arzimaydim. O'zingizlar fikrlar kommentariyada qoldirasizlar. Orqa ko'rinishlarini ham pardalarga moslab qo'yganmiz. Videoni ko'rgandan keyin profilimizga tashrif buyurib, profilimizga 600 ga yaqin stol mebellarni video azurlar bilan joylaganmiz. Bemalol profilimizda ham tanlashingiz mumkin. Telegramda raqamlarimizni qoldiramiz. Telegramda uylarni razmerini, manzillarni aytib o'tsanglar, dastavka xizmatlari haqida ham, uylarga necha kishili stullar tushish haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. O'zbekistonning hamma viloyatlari, qo'shni Qirg'iziston Respublikasining O'sh hamda Qorasuv shaharlariga, Tojikiston Respublikasi Andarxon yoki bo'lmasa Sadoqat chegara postlarigacha dastavka xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz. Agarda video sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, uylarda turib stullarning narxlaridan xabardor bo'lib turasizlar. Bu videoni do'stlar davrasiga, qarindoshlarni Telegram gruppalariga tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat.